Assalomu alaykum. Bog'dorchilikda mana ikkita simga qo'yib qirqilgan, o'zi 3 sim. Mana bu yo'g'i 3 ta simga qo'yib qirqilibdi, o'zi 4 ta sim. Mana bu yo'g'ini o'tgan yil 2025 ga mana nexollarimiz ham ko'karib tushibdilar. Ichi beda. Ichiga xurmo qurganmiz Surxondaryodan keltirib. Mana bu yo'g'i 5 simga olingan edi. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 simga olingandi. Buni 3 ta simga qo'yib qirqamiz. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta sim. 5 ta simga olingan. Shuni mutaxassislar bo'lsa, qiziquvchilar dehqonchilikka kommentariyaga yozinglar, to'g'ri qilamizmi, noto'g'rimi? Mana bu holati mana shunaqa. Mutaxassislar kesib ketibdi. Ikkita ko'z qo'yib, mana ikki ko'z qo'yibdi-yu. Kesib ketibdi. Hosili qanday bo'ladi? Praktikasidan o'tkazganlar bo'lsa, yozib ketinglar. Mana o'tgan yilgi xurmolarimiz. O'tgan yil 24 ga qurilgan bular, 24 ga. 24-25 da o'tqardi. Bu yil 3-yil bular. Shu yoqqacha ketgan molayongacha. Shog'i shunday qirqilibdi. Mana tok kam joylarga yangi ximishlardan qo'yib ketilgan.